Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugungi Moskvadan Toshkentga chiqib ketib turgan avtobusimiz posадка bo'lyapti. Yo'lovchilarimiz kelib avtobusga joylashyapti. Ism familiyalar bilan Lux komfortli avtobusda qatnovlar reyslarimiz har kuni bor. Transportimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor. Yo'lovchilarimiz chiqib joylashib, o'tirib chiqib ketishyapti. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonch nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ko'rib turganlaringiz mana transport ichida ruchnolar qo'yiladigan joylar, konditsionerlar ishlab turibdi. Yangi avtobuslar orqada oldida alohida monitor, har bir yo'lovchi uchun mana alohida podnos, zaryadnilar hammasi ishlaydi. Kanalga podpiska bo'lmaganlar обязательно podpisatsiya bo'lib qo'yinglar. Yo'lovchilarimiz mana chiqib joylashdi. Yaxshi joylashib oldilarmi akalar? Chotkimi? Ma'qulmi avtobus? Kengina joyga o'tirib olibsiz, aka? Sherik bilan birga chiqdik. Aka. Sankt-Peterburg, Toshkent, Sankt-Peterburg, Samarqand, Moskva, Toshkent, Moskva, Samarqand yo'nalishida reyslar har kuniga bor. Qoldirilgan raqamlar bilan bog'lanib, xizmatlardan foydalanishingiz mumkin.